Assalomu alaykum. Bizda ajoyib kompaniya loyiha bor. Agar kim qiziqsa marhamat. Mana kommentariyada bir kishi yozyapti: "Aka, men internetda juda ko'p pul yo'qotganman, aldanganman, yana aldanishdan qo'rqayapman" dedi. Siz umuman qo'rqmang. Sizni aldaganlar qo'rqsin. Siz qo'rqishingizning asosiy sababi shuki, yana pul tiksam yana kuyib qolaman deysiz. Lekin sizning kirib mashinnikka tushganlaringizda ularda qayta to'lattirgan sizni. Qayta depozit qildirib sizni ancha pulingizni yolg'ondan shilib olib qo'ygan. Lekin bizda faqat bir marotaba qarang. Bir marotaba sotib olasiz biznes joyda. Yana keyin umuman depozit, pul tikish yo'q. Bir umrga faqat daromadga chiqasiz. Qarangki, sizni bu bir umrlik biznes joyingiz bo'ladi. Siz faqat o'zingizcha qo'rqib yuribsiz. Siz qo'rqmang. Sizning pulingizni olib mashinniklik qilgan mana shu yolg'onchilar qo'rqsin. Nima deganda, sizning pulingiz haloldan topgan bo'lsangiz, haloldan topgan pulingizni siznikini u olib, yolg'ondan olib qo'ydimi, demak u qo'rqsin. Yashashi mumkin 1 oy, 2 oy, 3 oy, 1 yil yashashi mumkin. Bir kuni shunday boshiga bir balo keladiki, gangib qoladi. Nima qilarini bilmay qoladi. Bu balo qayerdan keldi deb qoladi-da. Albatta u ziyon ko'radi. Siz qo'rqmang. Sizga Alloh agar pulingiz haloldan bo'lgan bo'lsa, sizning pulingizni olib qo'ygan odam qo'rqadi. Sizga esa Alloh boshqa joydan yaxshi narsani beradi. Pul yo'qotgan odam qo'rqmasligi kerak. Ana Alloh shunday bir buyukki, siz to'g'ri, odil qadam tashlab yurgan bo'lsangiz, albatta sizning pulingizni, daromadingizni boshqa joydan Alloh beradi. Hattoki sizning olib qo'ygan pulingizni qiyomatda sizga olib beradi. Siz qo'rqmasdan marhamat, mana bizning kompaniyadek odil kompaniyalarga kiringdagi daromadga chiqing. Agar qiziq bo'lsa, profilda telefon raqamim, Telegram lichkam bor. Men bilan bog'laning, noldan o'rgatamiz. Marhamat.